Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari. Mana bugun Xudo xolasa 28-yanvar buqalarga oltin guyut beramiz. Maqsad o'sha parazitlarga qarshi kurashish va erta vaqtida tulash. Fevral oyida tulash boshlash uchun kunlarimiz ham mana bugun yaxshi chiqdi. Inshaalloh buqalarga oltin guyut beramiz. Mana juda tuklari ham paxmoqlashib o'sib olishdi. Endi fevralda vaqtida tez tulash uchun maqsadda men doim yanvar oyida beraman. Molxona sovuq bo'lsa tuklari o'sib ketadi. Tulash qiyin bo'ladi. O'shaning uchun hozir oltin guyut beramiz. Pauza qilib turamiz hozir. Mana yemimizni ham oldik. Mana shu oltin guyutimiz mana bitta buqaga shunchadan yemiga aralashtirib sepib yuboramiz. Yana mana kalsiy bundan ham bitta qo'yamiz. Mana chang sodadan ham yarimta qo'shamiz. Mana vitamin, mana Novomex vitaminlardan ham qo'shib qo'yamiz. Bundan ham bir qoshiq. Shuni hammasini aralashtirib boramiz. Bir joyda bo'lib qolsa oltin guyut bilib bo'lmaydi. Oshqozon, poshqozonga nagruzka tushishi mumkin. O'shaning uchun hammasini aralashtiramiz va shu buqalarga sekin o'ntarib tashlab qo'yamiz. Yeyish boshlab sekin yeyishaveradi. Shu manzilda yana ikkinchisiga ham shu holatda olaveramiz. O'zim kameradaman, sal qiyin bo'lyapti. Ikkinchi kichkina buqamizga ham shu ahvol. Shu yemni olib boramiz. O'zi bu yemni silosga qo'shib beraman. Endi hozir oltin guyut berishga ola. Yana nima qilyapman? Mana kichkina buqaga ham shuni sepamiz. Bunga ham mana kalsiy, bu ham kesak yeyishiga qarshi chang soda. Bundan ham sepamiz. Kesak yeyapti buqalar. Qirg'izistonning buqalari sal vitamin yetishmay keladi. O'zbekistonliklar ham uydan chiqarmay boqsa shu ahvol. Mana buni ham shuni aralashtirib yuboramiz. Hozir bu yem ustiga silos qo'shib aralashtirib yuboramiz. Mana kichkintoyga. Ertaga tezroq parazitlari, ishtahalari ochilib, mana paxmoq junlari tezroq tulashga aniq bo'ladi, foydasi bo'ladi. Hozircha yana pauza qilib turamiz. Katta buqaga ham shu ahvol bir xil beramiz. Katta buqamiz ham vitaminni yangi Navruzgacha sotamiz inshaalloh. Mana katta buqamizga ham 1 kilo ratsioni kunjara shiroti buni o'tib qo'ydim mana bir cho'mich. Bunga mashincha 1 kilo 900 grammcha kepak. Mana bir 800 grammcha un. Katta buqamiz yemi bu 5 kilolik buqalarimizga. Bunga ham har doimgidek vitamin, men kalsiy yangi olib keldim. Kalsiy, kesak yemaslikka changli soda. Bunga ham shu oltin guyutdan mana bitta sepamiz. Bo'ldi, aralashtirib yuboramiz buni. Mana hammasi katta buqani vesi 500 kilolik uchun yem, nariga buqalarga faqat kevakka o'zini beramiz. Buni ham aralashtirib yaxshilab buqaga beramiz. Buqaga kunjara berayotgandim, hozir simichka shirot deb chiqqan ekan, ashinisidan sinovga olib kelib uyutdim. Buqalar
Mana siloslarni solib qo'ydik o'rtog'ara. Mana sekin ish boshladi. Hozir buni aralashtirib beramiz. Mana molaga hozir bergan yemlarimizni hammasini aralashtirib qo'ydik. Inshaalloh ish boshlashdi. Shu tarzda 3 kun ketma-ket berasizlar. Yaxshi bo'ladi inshaalloh. Yana pauza qilib turamiz. Endi ana qo'chqorchalarga berish. Qo'chqorchalarga ham mana ozgina silosga kepakka aralashtirib beramiz. Bunga yana silosdan tashlaymiz. Sal videomiz cho'zilib ketar ekan. Ana yana bitta, ikkita qo'chqorga tayyorlayapman bu. Mana kepak. Yana silos. Bo'ladi mana shu. Endi Makka drabilkamizdan mashuncha yetadi. Bunga ham kalsiy, qo'ylarga kalsiyda yarimta qo'shamiz. Bo'ladi. Mana vitamin ham yana ozgina qo'shamiz. Oltin guyitdan ham ikkita qo'chqor bo'lgani uchun o'sha bo'ladi. Ja, to'lamasi bir qoshiq bo'ladi. Buni aralashtirib olamiz. Bu qo'ylar ham rosa kesak bo'lsa yeb qo'yaman deyapti. Hozir yana oxiriga borib aralashtirib olamiz. Mana qo'chqorchalar. Hammasini aralashtirib olamiz. Olavering. Yoqimli ishtaha. Bu bo'g'oz qo'yimizga biz bo'g'oz qo'y hali boqmaganmiz, o'shaning uchun endi tuqquncha bunga oltin guyut bermay turamiz. Agar bo'g'oz qo'ylarga ham oltin guyut bergan odamlar bo'lsa, yozib yuboringlar, bunga ham keyin berib yuboramiz. Hozir biz oltin guyut birdikida bermaganimiz uchun bunga bermaymiz. Bunga yemini o'zini berib qo'ya qolamiz. Hammaga rahmat. Shu choqqacha ko'rganlar layklarni bosib, poddeshga qo'yasizlar. Inshaalloh. Ketkilgan vaqtingizga rozi bo'linglar.